Voy voy imom yong'inni qarayli to'xtanglar adashmasam bu axir hamma salom do'stlar men atim Kompot yengimga xush kelibsizlar do'stlar bu yerda men shaharda aylanib yuruvdim imomnaqa yonayotgan ofis ko'rib qoldim do'stlar lekin bitta narsa yomon xabarim bor bu adashmasam adminning ofisi adashayotgan bo'ladi lekin bu adminning ofisiga o'xshayapti adminning binosiga o'xshayapti bu esa yonyapti vo do'stlar yaqin borib ko'raycham bu binoda men uzoqda emasman o'shaning uchun yaqinroq borib ko'ramiz. Oho, mana qaranglar politsiyskilar turibdi, yong'in o'chiradiganlar turibdi. Yana kim? O ana adminni ham ko'raman, admin ham turibdi o'tda. Ey admin, men Kompotman. To'xting. Qayerga o'tyapsiz? Axir yoqqa o'tish mumkin emas-ku. O'tish mumkin emasmi? Adminning joyiga o'tish mumkin emas. Men adminning uyimi, adminning ofisi yonyaptimi? Ha, adminning ofisi yonyapti. Siz nima qilasiz buni? Xullas, prosta qiziqdim. Adminning o'rtog'iman-da. Adminim. Xullas shunaqa qilib, hamma narsalarni qutqarolmadik. Hujjatlarni ham qutqarolmadik. Admin, voy, menga qutqaramasa hujjatlarim, mana hamma narsalarni qutqardinglarmi? Qo'ldan kelgancha narsa qutqardik, lekin ko'p narsani qutqara olmadik. Obbo, nimaga qutqara olmaysizlar? Yog'och o'chiradiganlar, qanaqa quraman endi ishlasam bo'ladi bu yerda. Yo, o'tda minimum 1 oy ishlamaysan endi. Yong'inni o'chirib bo'ldik, lekin remont qilib tuzatish kerak. Nima 1 oy? Qanaqa 1 oy? Nima qilaman men 1 oy? Nima deyapti? Obbo, nima qilaman endi? Ey admin. Kompot salom. Ha, tanidingmi meni admin? Ha, albatta taniyman seni Kompot. Nima bo'ldi? Ko'rasizmi? Meni ofisim yopib ketdi, chiqyapsanmi Kompot? Ha, seni ofisingmi bu? Ha, albatta Kompot, meni ofisim, meni binoim yopib ketdi, ko'rasizmi? Minimum 1 oy ishlamasganman. Endi Minecraft boshqaruvsiz qolib ketdi. Nima qilishni ham bilmayapman. Axir qaytarish kerak. Uni titrli ko'payib ketsa-chi, griferi ko'payib ketsa-chi, ko'payib ketadi 100%. Endi men bilmadim. Lekin Kompot, men yordam bera olaysanmi? Ha, admin, qanaqa yordam kerak? Sen o'z yordam bermoqchi edim men senga. Xullas Kompot, men ishlashim kerak-ku. Axir o'sha yong'in bo'lib ketgan. Sen o'zing qurish, remont qilishni bilasan, remont qila olaysan. Bu tatiga 2 qavat. Nima 2 qavat? Yo, lekin admin, men remont qilib bera olmayman senga. Mayli Kompot, bo'lmasa bilmadim. Remont qilgandan ko'ra, ta'mirlagandan ko'ra, undan ko'ra yangi bino qursak nima bo'lardi? Yangi bino desammi? Yo, shaharda umuman joy qolmagan, lekin Kompot yangi bino qurishni. To'xta, shaharda joy qolmagan, lekin bizani qishloqda qursak nima bo'ladi? Nima? Sizlarni qishloqda Kompot rostdan ham ketdi. Zo'r qo'ya berdi, lekin sizlarni qishloqda binoyimni quraman. Axir sen kreativsan-ku, to'g'rimi? Ha, albatta kreativman. Qani ketdi. Davay bo'lmiz ketdi, avtobus tutamizmi, taksi tutamizmi? Ketdi meni qishlog'imga. To'xta Kompot, men axir adminman-ku, qayerga ketyapsan? Hozir senga chilibor qilib beraman-da. Men 2-3 oppa 10-qishloqda paydo bo'ldi. Esimdan chiqib qolibdi admini. O qattiq ursa bo'lar ekan endi. Ana 10-qishloqga ham keldi. Joy topmadi Kompot. Mana mashta qursa bo'larmikin? Ha, mana mashta desam, lekin katta joy yaxshi, yetadi menga joy. Bo'ldi, mashta quraveramiz. Kompot yordaming kerak emas hozir menga. Qurishni ham bilaman. Men necha narsa qilib bersam bo'ldi. Qishloqqa ket bu yerda ish mumkin emas. Admin o'zining binosini quryapti. Nima? Admin o'zimizning qishloqning binosini quryaptimi? Ha, bu yerda butun Minecraftni boshqaradi. Ha, nima o'zimizning qishloqimizni quryapti? O'z ofisiga borib shaharda. Uni ofisi yonib ketdi-da, xullas qishloqqa sen tushunmaysan, bilmading. Do'stlar, mayli admin quraversin-chi, masal keyinroq qaytaman. Xullas zo'r bo'ldi do'stlar, admin bizani qishloqda quryapti, men unga yordam berdim. Nima? Ana bo'ldi Kompot, tayyor bo'ldi hammasi. Nima? Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Namuncha tez qurib bo'lding. Axir men kreativdaman-ku Kompot. Men bitta uydan kirib chiqdim, sen уже qurib bo'lding kreativdasan, lekin unaqa kreativdan tez qura olmas edim.
Qanaqa TVga chiqadi endi? Ha, kapot mana uchib chiqsa ham bo'ladi-ku axir. Kreativda emasman-ku, admin suvdan kulyapsanmi? Ha, kapot mana senga lift qo'yib qo'ydim. Men ikkinchi qavatda bo'lsam bo'ldi. Anaqa uchirdan bo'ladi aytak. Ucholmayman-ku axir deyapman-ku. Mana lift turibdi, men lift bo'lsa, ikkinchi qavat bo'lsa bo'ldi, chiqasan demak yordaming ham kerak menga. Ha, bu liftmi musiqa chiqamas bu. Sekin. Ey, admin, tezroq eshikni ochib bering, qo'rqib ketyapman. Nomush tepada mana. Faqat birinchi bilan ikkinchi qavat bor ekan, bu davay admin kelgan. Ha, balonni kapot. Ha, bo'ldi, namuncha bo'ldi. Ichida ishlamayapti-ku, hali ishlab qurmabsan-ku ichida. Ha, kapot. Vot mana yordaming kerak bo'ladi endi kapot. Ichini menga qurib berishi kerak, xalqqa kalimatli ishlangan joylar berishi kerak. Ha, tushunarli, lekin birinchi bilan ikkinchi qavat va katta ekan joyi. Xullas kapot nima qilasan? Xullas meni uyimni bezatsam bo'ldi kapot. Ichida narsalarni qo'yib bersan, sen ikki tomonga bo'lishi kerak. Bitta tomonda ishlangan, bitta tomonda uxlaydigan, namunagan joy bo'lishi kerak. Mana senga tajribalar. Burizon bitta tajriba, rahmat senga. Agar yoqsa, undini ko'p beraman sen kapot. Tayyormisan kapot ishlashga? Albatta yordam qilaman senga. Hamma narsani turibdi. Agar joy yetmasa, ishlashga ko'proq joy ajrating kapot. Bo'ldi, admin bo'lmasam yaxshi. Bo'lmasa qurishni boshlayveraman mana. Ha, kapot, qurishni boshlayvergan, men shaharga borib kelishim kerak hozir. Shaharda bir ikkita ishlarim bor hali. Keyin kelaman, agar yoqsa, undan ko'p tajriba beraman. Rahmat sen kapot yordamlashayotganing uchun. Ha, bo'ldi admin, bo'ldi, borib ketsam bo'ladi bemalol. Mamani qaraylik, uchini qaraylik. Uchib ketdi, yana bo'ldi admin bo'ldi, bo'lmasa boshimiz ana yurishni qaraylik adminni. Bo'lmasa boshimiz bo'lmasa do'stlar 13-qishloqda admin o'zining binosini qurdi va menga uyni bezatish uchun narsalarim berdi. Hozir endi uyni qurishim kerak ichini. U bilmaskan lekin uyni qurish uchun shu yerda ko'p stollar bor ekan, shu stollarni qo'yamiz, ustiga monitor, kompyuterlar qo'yamiz. Xullas chiki-poki qilib juda ham zo'r bo'ladi axir men qurishni bilaman-ku do'stlar, sizlar bilasizlar-ku. Bo'lmasam boshlaymiz. Mana yerda 3 ta telefon do'stlar. Bilasizlar nimaga bu telefonlar kerak? Bular hamma mirlar bilan gaplashish uchun, bular hammani boshqaruvchilar bilan gaplashish uchun, bular esa pizza chaqirish uchun, pizza buyurtmoqlik uchun. Tushundinglar do'stlar? Prosta bekor telefon. Men popkadan ochamiz. Popkadan ichida mana monitor, kompyuter, 3 ta monitor bo'ladi yoki 2 tamikan do'stlar. Bu yerda 2 ta ekan, 3 ta ekan. Botda kameralar qarab turar ekan demak, mana sistemni blok qo'yish kerak do'stlar. Bu ham kompyuter qo'yish kerak endi buni. Endi bu yoqqa hujjatlar qo'yamiz. Chiqib ketdi. Ana bo'ldi do'stlar. Ana hujjatlarni ham qo'yib oldik, lekin hujjatlar qanaqadir kam ekan do'stlar. Mayli, soat ham yoqqa qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, soatga qarab ishlab o'tiradi. Xo'p do'stlar, bo'lmasam hozir yana boshlaymiz. Nima qo'ysa bo'lar ekan bu yoqqa? Popkadan ochish kerak. Mana signalni blok do'stlar, signalizatsiya bu. Agar shaharda nimadir bo'lib qolsa, signalizatsiya yonib o'chadi. Keyin admin tezgina boradi. Xullas shundaylar-ku, rostdan ham hujjatlar qanaqadir kam ekan, lekin eshitdim hujjatlar ham ketuvdi qanaqadir qarib popkani. Mana dam oladigan joy do'stlar. Bo'ldi, bo'lmasa hamma popkani ochishdim, ana bo'ldi. Endi dam oladigan joy qo'ysam bo'ldi. Qo'ysam ekan, albatta stulni bu yoqqa qo'yamiz. Mana bo'ldi, stul ham buni qaraylik, zo'rligini stullar. Juda ham zo'r ekan stul. Mana rasmga olsanglar ham bo'ladi, даже mana bo'ldi. Uxlagan joylarni endi bu tarafga qo'yamiz. Bu yoqqa qo'yamiz. Yo'q, sig'maydi-ku. Ha, bu yerda chiroqlar bor ekan, yana chiroqlarni qo'ysam ekan, mana chiroqlarni bu yoqqa qo'yamiz. Kompyuterga qarab turadi, juda ham zo'r chiqadi, lekin do'stlar o'zimga ham yoqayotganda, kelavatda ham bu yoqqa qo'yamiz. Ровно sig'di, mana shunaqa ровно sig'ish yoqadi menga, mana shunaqa ровно sig'di. Bo'ldi, endi davom ettirish shkaflar bor, tumachka. Xo'p, ana bo'ldi, bo'lmasa men buni qaraylik, вообще yoqib ketyapti menga hamma narsalar. Qo'ygan joyim kitoblar qo'yib qo'yamiz. Kitob agar o'qish yoqsa, vaqti bo'lsa, agar vaqti bo'lmaydi-ku, admindan qaraylik, soat qo'yib qo'yamiz. Budilnik даже
Mametta gul bor ekan, yana gulni ikkita kelyapti ekan botda. Ha, admin menga aytgan, tanla degan bor ekan, o'shancha ikkita kelyapti bergani. Mana mashinasi oq yaxshiroq shekilli do'stlar, menga ham oq yoqdi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, mana bunaqa gul qo'yib qo'yamiz. Ana bo'ldi, gulni ham qo'yib qo'ydi. Hozir uje admin kelib qolish kerak. Hamma narsa tayyor bo'ldi uje. To'xtali. No, adminni hayot narsiga dars bermayapti do'stlar. Hayot dars bermayapti hali adminga. Mana bunaqa yong'inga qarshi narsa qo'yib qo'yish kerak-ku do'stlar. Agar botda yong'in bo'lib qolsa, pip qilib botdan suv sochiradi. O'zingizlar bilasizlar buni nimaligini. Xullas, yong'in bo'lib qolsa o'zingizlar, adminni dars o'tmabdi hali hayot. Mayli, bu yoqqa ham qo'yib qo'yamiz. Kanalizatsiya, mana bunaqa o't o'chiruvchi narsa qo'yib qo'yamiz. Agnet sho'chil qo'yib qo'yamiz. Ana bo'ldi, tayyor bo'ldi. Hamma narsa qo'ydik. Oppa, admin keldi. Voy, kapo, namuncha zo'r chiqdi. Voy, kapo, men juda yo'q ketdi xonine. Ha, oq kalavat tanladingmi? Ha, mana oq kalavat tanladim. Yaxshi, senga yo'qotgan bo'lsa admin. Va kamon, men juda ham yo'qotdim. Menda davlatga joy ishlagan joyi ham zo'r ekan lekin. Ha, albatta menga ham yo'q ketyapti, lekin seni joyim. Voy kapon, rahmat, lekin senga kattakon. Voy, maza qilib ishlayman-ku endi bo'ldi. Ha, men hujjatlaring kelmagan qanaqadir. Ha, hujjatlar kelmagan. Shuning uchun yana hujjatlar olib kelyapman. O'zi bilan keys mana qaq qo'yib qo'ysang ham qo'yib qo'y. Ha, keys desam hujjatlarni mana bu yoqqa qo'yib qo'ysam bo'ladi. Oppa, ochilib yopiladi. Xullas bo'ldi admin. Voy, kapon, rahmat, senga kattakon, juda ham yordam berding menga. Ha, yana tomlaringga ham narsalar qo'yib qo'ydim, bilasan nimaligini? Ha, yo'q nima ekan? Yong'indan qarshi-ku, bilasan-ku, admin yong'in bo'lib qolsa suv sharobatdan senga dars bermagan ekan. Hali hayot yong'in ushatdi yo'q edi, ofis endi o'shancha yonib ketgan. Agar shu narsalar ofisda bo'lganda yonib ketmas edi. Voy, kapon, rostdan aytasan, mana senga tajribali maksimumga nima 21.800 ta tajriba. Voy, bu maksimum hisoblasam bo'ladimi? Sani rahmat admin kattakon. Ha, kapot, senga ham rahmat kattakon. Kapot, sen menga juda ham katta yordam qilding lekin. Vo, rahmat senga admin. Bo'pti, mazza qilib ishlaverib o'tdi. 1-2 oydan keyin o'zingni qishlog'ingga borsang bo'ladi. Qana qishloq shaharga borsang bo'ladi. Ha, kapot, bo'lmasa men ishni boshladim. Bot kapot, bo'lmasa omad senga rahmat kattakon yana bir marta. Sekin suvga. Voy, do'stlar, qanaqa tushadi bo'tdan. Adminga aytib qo'yish kerak, normalniroq tushadigan joy qo'yib qo'yish kerak. Uchishi o'rganib qolganda o'sha do'stlar. Hammaylar bo'lmasa do'stlar, mana bo'ldi. Admin ofisi yonib ketdi shaharda. Keyin admin bizlarni qishloqda o'zini binosini qurdi ishlash uchun. Ammo unga yordam berdim. Like bosish, obunalashdan chiqmasin. Hammaga xayr do'stlar. Keyingi joyda kuzatishga davom etinglar. Sog' bo'linglar.